Har bir karvon boshida bir sarbon bo'lar. O'sha sarbon karvonlarga posbon bo'lar. Sizga atab she'rlar yozsam, doston bo'lar. Hayotimga sarbonimsiz, otajonim. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum. Otajonim, yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Mashalloh, qanday yaxshi dam oldingizmi? Umringiz uzoq bo'lsin. Otajonim, bezovta qilmadimmi? Yo'q. Joningiz sog' bo'lsin. Ayni damda, ayni daqiqada bugun erta tongdan muborak shukrona kunini qarshi olgan Turg'unboy otamiz bilan suhbatlashib turibmizmi? To'g'ri. Otajonim, qutlug' yoshingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Mashalloh, Allohim umringizni, rizqingizni bundan-da uzun va barokatli qilsin. Joningiz sog' bo'lsin. Otajonim, biz sizga dil izhorimni xisdan qo'ng'iroq qilmoqdamiz. Bugun erta tongdan muborak shukrona kuningizni qutlab, tabriklab, bizning loyihamizga siz uchun go'zal bo'lgan bir tabriknoma yetib keldi. Mehribonim otajonim, kimdan deb o'ylaysiz bugun siz uchun atalgan mana shu go'zal tabriknomani? Madina qizimdan bo'ladi. Mashalloh, albatta, haqiqatdan ham bizga kelgan go'zal tabriknomaning muallifi sizni ko'p yaxshi ko'ruvchi, hamisha hurmat qiluvchi mehribon nabira qizalog'ingiz Madina Bonu nomlaridan kelgan. Joningiz sog' bo'lsin otajonim, mana shunday mehribon oila a'zolaringiz, shu jumladan mehribon onajonimiz baxtiga sog' bo'ling. Rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Otajonim, bezovta qilmagan bo'lsam, maylimi? Endi mehribon nabirajoningizdan siz uchun atalgan go'zal tabriknomani o'qib eshittirsam, otajonim. Mayli. Eshitamizmi? Eshitamiz. Joningiz sog' bo'lsin. Unda o'qishni boshladim, tinglab turasiz. Otajon, yaxshiyam borsiz dunyoda. Ko'nglimning kami yo'q, ko'zlarimda nam. Mehringiz mol dunyo puldan ziyoda. Hamma boy, men faqir bo'lganimda ham. Suyansam, ishongan tog'im beminnat. Hatto joningiz berishga shaysiz. Mabodo uyingiz emasmi jannat? Xudoyim yuborgan nurga o'xshaysiz. Zulmatim yoritib kelasiz har dam. Otajon, bunchalar yaxshisiz, yaxshi. Men uchun Xizrsiz, muqaddam Zamzam. Hattoki ma'numning umrimning naqdisiz. Otajon, siz mening borimu tojim taxtisiz. Assalomu alaykum. Meni beminnat, mehribonim, jannatim, duogo'yim otajonim. Yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Ancha yaxshi bo'lib qoldingizmi mehribonim otajonim? Sizni ko'p sog'indim. Otajon, sizni bugun Muhammadga ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Nimaki orzu, niyatlaringiz bo'lsa, barchasini ro'yobini ko'rishingizni tilab qolaman. Enajonim, baxtiga ham doim sog'-omon bo'ling. Hech qachon kasal bo'lmaysizlar. Allohim sizlarni jonlaringizni o'z panohida asrasin otajon. Umringiz uzoq bo'lsin otajonim. Hamisha sog'-omon bo'lib turingki, Allohimdan birgina niyatim bor, birgina duoyim bor. Inshaalloh siz va enajonimning Allohimning muborak uyi bo'lmuş Ka'batullohlarga, hajlarga, umra ziyoratlariga jo'natishlik, sizga hoji otalik, enajonimga hoji onalik maqomini berishlikni Allohimdan so'rab qolaman va o'sha kungacha Allohim sizni va enajonimni o'z panohida asrashlarini tilab qolaman. Otajon, joningiz sog', umringiz uzoq bo'lsin. Ota, sizdan ko'p qarzim bor. Siz menga shunday go'zal enajonim bilan shunday go'zal tarbiya berdilaringizki, bu uchun sizlardan minnatdorman. Boringizlarga shukr otajon. Umringiz uzoq bo'lsin. Sizga qancha rahmat aytsam, minnatdorchilik bildirsam shuncha kam. Otajon, iltimos, birgina iltimosim, mana shu mehribon nabirangiz uchun o'zingizni har doim ehtiyot qiling. Sizni ko'p yaxshi ko'raman. Siz mening duogo'yim, yelkadoshim, suyanchimsiz. Boringizga shukr otajonim. Yana bir bor Muhammad
ummatga ummat bo'lgan kuningiz muborak bo'lsin. Shu kungacha Madina Bonu qizingiz nogahon dilingizni og'ritgan kuni bo'lsa, mana shu fursatdan foydalanib otajon sizdan uzrimni so'rayman. Boringizga shukr. Siz meni hech kimdan kam qilmadingiz. Birovlardan ortiq qilsangiz qildingizki, lekin birovdan kam qilmay, nimaki xohlasam barchasini muhayyo qildingiz. Bu uchun sizdan minnatdorman otajon. Joningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Allohim omonat bergan bu joningizni har doim asrab avaylang mehribonim. O'zingiz ehtiyot qiling. Sizni ko'p yaxshi ko'ruvchi mehribon qizingiz Madina Bonu deya go'zal tabriknomasini yakunlabdilar qizalog'ingiz. Rahmat, ko'p yashang. Mashalloh, umringiz uzoq bo'lsin. Mana shunday mehribon nabira qizalog'ingiz baxtiga siz ham doim sog'-omon bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Mana shunday yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz baxtiga joningiz sog' bo'lsin otajonim. Joningiz sog' bo'lsin. Otajonim, bizning ilohimizda shunday bir go'zal daqiqalar bor. Sizga tabriknoma yo'llagan mehribon qizalog'ingizga siz ham o'z dil izhoringizni yo'llab qo'yishingiz mumkin. Ma'lum bir daqiqalardan so'ng siz bilan ketayotgan maroqli suhbatimizda mehribon nabirajoningizga, barcha oila a'zolaringizga yuborib qo'yamiz va ayni damda mehribon qizalog'ingiz, nabirangiz biz va sizning suhbatimizni eshitib turibdi. Bemalol otajonim, tilaklaringiz bo'lsa yo'llashingiz mumkin. Rahmat qizimim. Nebirimga. O'qishlar mishiga rivojlayman. Oilamiz baxtiga sog' salomat bo'lsin. Mashalloh. Nima niyatsa niyatiga yetsin. Amin, amin. Aytganingiz kelsin. Siz ham doim sog'-omon bo'ling, mehribon onajonimiz. Baxtiga ham sog'-omon bo'ling. Ayni damda, ayni daqiqada sizdek mehribon oqko'ngil otajonimizni biz ham loyihamiz nomidan tabriklab o'tamiz. Allohim uyingizga nur, qalbingizga huzur, oilangizga baxt, o'rningizga taxt, ishingizga omad, qo'llaringizga daromad, yaqinlaringizga quvonch, bir-biringizga ishonch atasin. Bu porloq yuzlaringizdan hech qachon kulgu, tabassum arimasin. Yana bir bor shukrona kuningiz muborak bo'lsin otajonim. Rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Erta tongdan mehribon nabira qizalog'ingizdan kelgan mana shunday go'zal tabriknoma bilan bugungi kuningiz boshlanib, mana shunday tabriknomalarga boy tarzda yakunlanishini tilab qolamiz otajonim. Rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Barchamizga mana shu sizning muborak yoshlaringizga kirib yurishlik va sizdek mana shunday mehribon ota maqomiga erishib, mana shunday mehribon nabiralarimizga mana shunday tabriknomalar eshitishlik hammamizga nasib qilishini Allohimdan so'rab qolamiz. Rahmat otajonim, kuningiz xayrli o'tsin. Yana bir bor shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Mana shunday muborak shukrona kuningiz har doim mana shunday kunlarning turqda o'tishini Allohimdan so'rab qolamiz. Sizdek samimiy inson bilan suhbatdosh qilgan Allohimga shukrlar aytamiz. Omon bo'ling otajonim. Rahmat sizlarga. Rahmat, sog' bo'ling. Xo'p, rahmat. Beminnatim qadringizni goho bilib, goh bilmadim. Volidamdan yodgor qolgan ey qimmatim. Yana bir bor sochim mayda uring ota. Baxtimizga doimo sog' bo'ling ota. Yana bir bor sochim mayda uring ota. Baxtimizga doimo sog' bo'ling ota. Goho onam, goho akam ham otamsiz. Olam ichra mehribonimdir olamsiz. Bu dunyoda
yana bir bor sochim mayda uring ota baxtimizga doimo sog' bo'ling ota yana bir bor sochim mayda uring ota baxtimizga doimo sog' bo'ling ota aytmasam ham sezib turar qalbim dardim siz bor uchun urib turar yarim qalbim yuksalaman har deganda jigar baxtim yana bir bor sochim mayda uring ota mehribonim baxtimga sog' bo'ling istasangiz ming o'g'ilni o'rnin bosay bir lahzalik shodligingizga jonim osay kechirdingiz hatto ota gunoh qilsay yana bir bor sochim mayda uring ota baxtimizga doimo sog' bo'ling ota yana bir bor sochim mayda uring ota baxtimizga doimo sog' bo'ling ota baxtimizga doimo sog' bo'ling